Hozir men sizlarga ingliz tili grammatikasini bobolaridan bittasini o'rgataman. Bu grammatik strukturani uncha odam bilmaydi. Bilganlar ham ingliz tilini tog'alari hisoblanishadi. Struktura bunaqa. This subject verb ing vergulki sentence'ni qo'yasiz yoki bo'lmasam sentence'ni oldinga olib chiqib vergulchani bu yoqqa qo'yib this subject verb ing berasiz. This subject verb ingni tarafini o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, shunaqa o'sha narsa tufayli degan ma'no beradi. Shunaqa bo'lgan, o'sha narsa tufayli boshqa bir narsa sodir bo'lyapti. Misol uchun, with the sun shining, the day was hot. Ya'ni quyoshni charaqlayotganligi uchun shunaqa tufayli kun issiq edi. Yana bitta gap ko'radigan bo'lsak, with my dad helping, the homework was easy. Dadamni yordam berayotganligi uchun uyga vazifa oson bo'ldi. Yana bitta gap ko'radigan bo'lsak, with you following me right now, my followers will increase. Seni obuna bo'lishing bilan meni followerlarimning soni o'sadi. Bundan ham foydali kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.